Gepatit bilan kasallangan bemorlar nimalar mumkin, nimalar zararli? Shu haqida ham gapirib o'tsangiz. Bemorlarga parhez ovqatlarni berishni o'sha kasallikni shakliga qarab turib, endi mana o'tkir gepatitlar bo'ladigan bo'lsa, ya'ni kasallik manifest holatda, o'rta og'irlikda yoki o'ta og'irlikda o'tayotgan bo'lsa, ular albatta shifoxona sharoitida davolanishi kerak. Ularga o'sha Pevzner bo'yicha 5-stol degan parhez ovqatlar bo'ladi. Bunda ular qovurilgan ovqatlarni yemaydi. Qo'y go'shti, qo'y yog'lari, dumbalar to'g'ri kelmaydi. Qattiq qovurilgan boshqa ovqatlar ham to'g'ri kelmaydi. Qiymadan chiqarilgan, yengilroq mol go'shtidan, yog'siz mol go'shtidan chiqarilgan pishirilgan ovqatlarni iste'mol qilish mumkin. Kefirlar, turli xil o'sha bo'tqalar, kashalar ertalab yeyish mumkin. Sariyog' tavsiya etiladi mumkin. Endi og'ir yog'lar, qo'y yog'i, mol yog'i, omiqda yog'lar har xil, keyin masalan paxta yog'lari, bular albatta to'g'ri kelmaydi. Bundan tashqari mana aytib o'tdik, achchiq narsalar ham to'g'ri kelmaydi. Qattiq qovurilgan konditer mahsulotlari, pishiriqlar, tortlar, kofe, bular ham to'g'ri kelmaydi o'tkir gepatitlarda. Endi surunkali gepatitlarda ovqatlanish doirasi kengroq bo'ladi. Ularga masalan mol go'shtidan pishirilgan, yaxshi toza semichka yog'ida tayyorlangan ovqatlarni berish mumkin. Surunkali gepatitni og'rigan bemorlarga. Faqat albatta achchig'i bo'lish kerak emas. Achchig'i bo'lish kerak emas. Yani alkogol ichimliklar 100% istisno qilinadi. Har xil kolbasalar, endi mana doktorskiy kolbasa mumkin deyiladi, uni boshqa kolbasalar, yog'li sirlar, bular ruxsat etilmaydi. Endi surunkali gepatit bilan og'rigan bemorlar, yana qaytaraman, uyni ovqatlarini yog'sizroq qilib bemalol iste'mol qilishi mumkin. Undan tashqari mana hozir oxirgi o'sha Yevropa, Amerika olimlarini tavsiya etishicha albatta go'sht iste'mol bo'lishi kerak. Go'sht iste'moli bo'lishi kerak. Agar go'sht yemaydigan bo'lsa, shu bemorlarda, ayniqsa sirroz bilan og'rigan bemorlarda o'sha sarkopeniya, ya'ni mushaklarni ingichkalashib ketish holati yuzaga keladi. Bu yaxshi emas. Shuning uchun masalan oqsillarni ko'paytirish uchun, endi agar albumin miqdori juda ham pasayib ketsa, albumin quyiladi. Agarda albumin miqdori nisbatan yaxshi bo'ladigan bo'lsa, unda tuxum berish mumkin. 2-3 tuxum oqini yeyish mumkin. Yoki bo'lmasa mana o'sha oldin biz aytardik, mosh, no'xat, loviyalar mumkin emasdir deyik. Vaholanki hozir aytilyapti, agarda bemor ovqatni yaxshi hazm qila olsa, ya'ni qorni dam bo'lmasa, yaxshi hazm qilsa, o'sha moshdan bo'lgan ovqatlar ham, no'xat solingan ovqatlar ham, uni ham iste'mol qilsa bo'ladi. Lekin bu ham individual. Yaxshi hazm qilsa, bemalol uynikini ishlash mumkin. Shu hali chechevichniy sup deydi ruslarda. Ruslarni no'xati, undan tayyorlangan o'sha kashalarni ham, o'sha sho'rvalarni ham anaqa ichsa bo'ladi, iste'mol qilsa bo'ladi. Endi yana nima gaplasak, ko'proq endi mana kasal mayli qaysi gepatit bo'lishidan qat'iy nazar, ko'proq shu oqsil, uglevod, yog'larni kamroq yegani ma'qul. Yog'larni o'sha yaxshi tez hazm bo'lgan, ya'ni yengil emulgatsiya bo'ladigan sariyog'ga o'xshagan sariyog'larni yeyishi mumkin. Endi ko'proq mayli o'tkir gepatit bo'ladimi, unaqa surunkali bo'ladimi, sirroz bo'ladimi, ko'proq nima deydi, ko'katlar. Endi mana hozir oxirgi yillarda aytdik, o'sha jigarni yog' bosish kasalligi ko'payib ketyapti. Bizada vitamin D miqdori kasallarimiz juda kam. Chunki bizada kam iste'mol qilinadi vitamin D. Undan tashqari baliq mahsulotlari bizada nisbatan kam iste'mol qilinadi. Tavsiya etiladi o'sha O'rta Yer dengizi mamlakatlari ovqatlari. Ya'ni taxminan bir tarelka ovqatsa, shunda taxminan yarmi ko'katlardan iborat bo'lgan bo'lishi kerak-da. Qolgani oqsil, uglevod va boshqalardan iborat bo'lsa to'g'ri bo'ladi.
Shuning uchun ko'katlarni ham yeb turish albatta kerak. Endi gepatit deganimizda bu parhezni o'tkir gepatit Bda masalan yoki Cda uni 1 yilgacha parhez qilib yursa yaxshi. Gepatit Ada 3 oygacha ham parhez yetarli bo'ladi. 3 oygacha. Endi surunkali gepatitni ham og'rib turganlar, sirrozlar endi ular aytdik uni uzoq muddat o'sha hayoti davrida yengilroq ovqat yurgan ma'qul bo'ladi, dietada bo'lish kerak. Necha oyda qayta shifokor ko'rigidan o'tib turish kerak bo'ladi bemorlar? Endi shifoxonadan chiqayotgan bemor ahvoliga qarab tekshiriladi. Agarda bemor o'tkir gepatit bilan B bo'ladimi, C bo'ladimi, mayli A'si bo'ladimi, chiqayotganda agar fermenti balandroq, ya'ni normaga kelmasdan bemor chiqarilgan bo'lsa, unda 10 kundan keyin bitta bemorni chaqirib yana bitta tekshiruv o'tkazish kerak, fermentlarni tekshirish kerak. Agarda fermentlari yaxshi bo'ladigan bo'lsa 1 oydan keyin u yog'i har 3 oyda ko'rib turilsa bo'ladi. Endi surunkalilarni bemorning ahvoliga qarab, sirroz bo'ladigan bo'lsa, ahvoli yaxshi bo'lmasa uni har 3 oyda, agar kompensatsiyalangan sirroz bo'ladigan bo'lsa uni 6 oyda ko'rib turish ham bo'ladi. Umuman surunkali gepatitlarni 3 oy 6 oy orasida ko'rib turilsa yaxshi bo'ladi. Holatiga qarab, bemorning holatiga qarab. Masalan, gepatit kasalliklari bilan kasallangan bemorlar shifokorlarning tavsiyalariga amal qilmasdan mana shu spirtli ichimliklar, zararli mahsulotlardan iste'mol qilsa, oqibati nimaga olib keladi? Albatta, endi agar parhezga e'tibor qilinmasa, uni ustiga yana spirtli ichimliklar ichadigan bo'lsa, bu jigar sirroziga olib boradi. Bu yerda agar masalan A gepatiti o'tkazdi, lekin spirtni ichadi. U A virusini o'zi sirrozga olib bormasa ham, lekin ichayotgan spirtli ichimligi sirrozga olib boradi. Masalan, agar 5 yil mobaynida agar bemor har kuni 200 gram, 250 gramdan o'sha spirtli ichimlik, vodka ichadigan bo'ladigan bo'lsa, bunda bunaqa bemorda alkogol bilan bog'liq bo'lgan jigar sirrozini rivojlanishi juda katta, xavfi juda ham katta. Shuning uchun buni kasallar tushunish kerak. Kasallarga umuman mumkin emas. Chunki jigarda o'zida virusi bor. Bitta virus yo'q, ikkita virusi bor. Uni ustiga jigari yog' bosgan bo'lsa, u ikkinchi omil bo'ldi. Uni ustiga yana spirt ichadigan bo'lsa, 3 ta omil bo'ldi. Shuni natijasida jigar nima deydi, chiday olmaydi. Lekin jigar shunaqa organki, masalan, sog'lom odam masalan, xudo ko'rsatmasin, travma bo'ldi, avariya bo'ldi, jigarini 3 dan 2 qismini olib tashlasa agar, sog'lom jigar 3 dan 2 qismini olib tashlasa, qolgan 1 qismidan bemor bemalol yashayveradi. Shuning uchun mana hozir transplantologiya juda ham rivojlanyapti, xabarlar bor. Jigarni alishtirib, ko'chirib o'tkazish juda rivojlanib boryapti. Shu bemorga sirroz bo'lib o'sha dekompensatsiya, ya'ni u jigar o'zi ishini bajara olmay qolgan paytda jigar alishtirilyapti-da. Mana Toshkentda ham boshlandi bu, ko'proq Hindistonga ham borishadi kasallar. Shu donorni jigarini yo 40%ni, yo 50%ni, yo 60%ni olib bemorga qo'yishadi. Ana shu jigar 3 oy, 6 oyning ichida to'liq o'zini hajmini egallab oladi. Ya'ni bergan odamda ham jigar tiklanadi, olgan resipiyentda ham jigar to'liq tiklanadi. Ya'ni har bitta jigar hujayrasida shu jigarni hajmi, og'irligi, tuzilishi to'g'risida informatsiya, xabar bor. Ana shu har bir hujayralar keyin sekin aslida bo'lina boshlaydi-da, o'sha jigar o'zini og'irligiga yetib olguncha ular tez ko'payib, keyin bo'linishdan to'xtaydi. Shuning uchun bemorlarning jigari o'sha 6 oylardan keyin o'zini to'liq holatiga keladi. Endi agarda omillar ko'payib ketsa, jigarga yomon ta'sir qiladigan, unda albatta jigar buni holatni ko'tara olmaydi. Subkompensatsiya deydi, keyin dekompensatsiya deydi. Shuning natijasida bemor vafot etib qolishi mumkin. Eng og'ir asoratlari bu o'sha kengaygan varikoz venalardan qon ketishi,
qizil o'ngachdan yoki oshqozondan yoki bo'lmasa ensefalopatiya holati yoki qorinda suv, ya'ni asid yo'li yig'ilishi. Agar shular paydo bo'lsa, bu jigar alishtirishga to'g'ridan to'g'ri ko'rsatma deb hisoblanadi.